Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomi bo'lmish muborak Qur'ondagi Oli Imron surasida insonlar ibodat qilishlari uchun qurilgan uylarning eng birinchisi muborak Bakka vodiysida olamlar uchun hidoyat bo'lgan joyda qurildi deya marhamat qiladi. Va mana shu oyatdan juda ko'plab ulamolar rivoyat qilishadiki, yer yuzida eng birinchi bo'lib Ka'bani Odam alayhissalom va o'g'li Shis alayhissalomlar qurgan deyiladi. Nima uchun? Chunki Ibrohim alayhissalom Ka'batullohni qayta insho etayotganda ana shu vahiy kelgan joyni Ka'ba qurish uchun kozlab tayyorlar ekan, o'sha yerdan avvalgi qurilgan Ka'batullohni qoldiqlari, bizni til bilan aytganda tagidagi fundamenti chiqadi. Ibrohim Halilullohga bu muqaddas ish, Ka'bani qayta insho etish 3-in'om etib beriladi, birodarlar. In'omlar nima? Alloh taolo tomonidan Ibrohim alayhissalomga berilgan mukofotlar edi. Nega bu mukofotlar berildi? Parvardigorini har bitta buyrug'iga, hatto u ochiq vahiy emas, ishora bo'lgan bo'lsa-da, labbay deb javob bergani uchun. Birodarlar, Ibrohim payg'ambar ana shu zabh voqeasiga qadar to yoshligidan faqat va faqat sinovlar ichida yashadi. Otasini kofir bo'lishi, oilasini yuz o'girishi, olovga otilishi, Sora bibi bilan bo'lib o'tgan voqea va endigina 86 ga kirganida bitta farzand ko'rsa, uni ham qurbonlik uchun amr qilinishi. Ya'ni shu yoshgacha Ibrohim alayhissalomga har xil suratdagi sinovlar kelib turdi. Endi Ibrohim alayhissalomga berilgan in'omlar nima edi? O'sha zabh voqeasida Alloh taolo Ismoilni emas, uni o'rniga qo'chqorni qurbonlik qilishni buyurib, qarigan chog'ida ko'rgan bitta o'g'li Ismoilni yana Ibrohim alayhissalomga tuhfa qildi. Ya'ni qarangki, bitta farzandini Alloh yo'lida qurbonlik qilaman degan Ibrohim alayhissalomga ham o'sha o'g'li Ismoilni qaytarib berdi Alloh. Hamda mana shu ishdan keyin Ibrohim alayhissalomning yoshi 120 ga kirgan edi. Shu yoshda bo'lishiga qaramasdan tug'mas bo'lgan Sora bibidan Ishoq alayhissalomni Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga tuhfa qildi. Ishoq alayhissalomni o'zi ham payg'ambar bo'ldi. Vaqti imkoniyati kelib, Ishoq alayhissalomni o'g'li bo'lgan Yoqub alayhissalom ham payg'ambar bo'ldi. Yoqub payg'ambarning birodarlar 12 ta o'g'li bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda bularning hammasi payg'ambar bo'ldi degan rivoyatlar keladi. Ibrohim alayhissalomga mana shu zabh voqeasidan keyin Alloh taolo 3 ta farishtani yuboradi. Bular Jabroil, Mikoil va Azroil alayhissalomlar edi. Lut alayhissalom payg'ambar qilib yuborilgan. Ana shu jirkanchlik qavmni vayron qilgani keladi. Va ana shu asnoda Ibrohim alayhissalomga Ishoq alayhissalom haqidagi bushro, xush xabarda aytishadi. Bu Ibrohim payg'ambar uchun berilgan 2-in'om edi. Endi 3-in'om esa musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan maskan, hozirgi Ka'ba-i muazzamani qayta insho etishni Alloh subhanahu va taolo Ibrohim Halilullohga buyuradi. Kunlarning birida Hazrati Ibrohim yana har doimgidek oilasidan xabar olish uchun kelar ekan, o'g'li Ismoilni yoniga kelib turib, "Ey o'g'ilcham, Alloh taolo menga bir ishni buyurdi. Mana shu ish uchun yordam qilasizmi menga?" deydi.
Ismoil alayhissalom hech ikkilamasdan xotirjam suratda birodarlar, ey otajon, sizga nima buyurilgan bo'lsa shuni bajaring dedi. O'zi yaqindagina qurbonlik qilinish uchun buyurilgan edi Ismoil alayhissalom. Unda ham xuddi shunday degan edi. Endi arslonni bolasi arslon bo'ladi-da birodarlar. Bu safar ham hech ikkilanmasdan, ey otajon, sizga nima buyurilgan bo'lsa shuni qiling dedi. Rivoyatlarda keladi, Baytullohni quriladigan joyini Alloh subhanahu va taoloni o'zi tanlab Ibrohim alayhissalomga ko'rsatib bergan va yer yuzining eng barakali va eng nurli joyga qurildi deya zikr qilinadi. Mana shu Ka'bani tagida birodarlar, ko'zni ko'r qilib qo'yishga qodir bo'lgan kuchli bir nur bor. Bu tasdiqlangan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrida Quraysh mushriklari qayta ta'mir qilamiz deb turib kazlagan vaqtida ana shu nur chiqqan tagidan. Endi uni qoq tepasida 7-osmonda esa Baytul Ma'mur turgani sahih hadislarda keladi. Val Baytul Ma'mur deydi Alloh taolo Qur'onda. Ibrohim alayhissalom Ka'bani qurish uchun unga ko'rsatilgan joyni kozlar ekan, Shis ibn Odam, ya'ni Shis alayhissalom birinchi bo'lib qurgan Ka'ba qoldiqlari chiqadi. Va ana shu qoldiqlar ustiga Hazrati Ibrohim muborak Ka'batullohni qura boshlaydi. Ibrohim Halilulloh va o'g'li Ismoil alayhissalomlar Ka'ba devorlarini ko'tarar ekan, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni bu olamga kelishini so'rab, muborak, aziz bo'lgan duosini o'qishadi. Qilingan duo shu ediki, Parvardigoro, bizlardan qabul qilgin mana shu ishimizni. Albatta sen Samiul Alim bo'lgan zotsan. Parvardigoro, mana shu joydagi bizni zurriyotlarimizdan o'zlarini ichidan payg'ambar chiqargin. Ularga seni oyatlaringni o'qib bersin va kitobni, hikmatni o'rgatsin va ularni poklasin. Albatta sen Azizul Hakim bo'lgan zotsan deya duo qilishadi. Yana Ibrohim alayhissalom mana shu aziz bo'lgan uyni qurar ekan, 4 ta burchagidan bittasi umuman boshqacha burchaklarga qaraganda farqli bo'lishini xohlaydi-da, yonidagi o'g'li Ismoil alayhissalomga qarab turib, "Ey o'g'ilcham, chiroyliroq bo'lgan bir toshni topib kelmaysizmi?" deya buyuradi. Ismoil alayhissalom otasiga qarab turib, "Men ozgina charchadim" deydi-yu, va lekin buyrug'iga labbay deya Ka'ba poydevorlaridan ajralib turadigan toshni topib kelish uchun otasidan uzoqlashadi. Va ozgina vaqt o'tgandan keyin qidirib, istab, topolmasdan orqasiga qaytib keladi. Ismoil alayhissalom orqasiga qaytib kelib turib qarasa, Ibrohim payg'ambar Ka'baning bir burchagiga oq rangda bo'lgan, nihoyatda o'sha burchakka mos tushadigan bir toshni qo'yib, binoni davom etkazayotganini ko'radi. Va "Ey otajon, bu toshni sizga kim olib keldi?" deganida, "Malollanmaydigan, charchamaydigan zot olib kelib berdi" deya javob beradi. Ana shu biz bilgan Ka'bani burchagida turadigan tosh Hajarul Aswadni o'sha kuni Jibril alayhissalom jannatdan olib Ibrohim alayhissalomga olib tushib bergan bo'ladi birodarlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar, bu tosh jannatdan chiqarilgan vaqtida oq rangda edi. Yer yuzidagi gunohkor insonlarning qo'li tegaverganidan tosh qorayib ketdi deydilar. Ba'zi rivoyatlarda Makka shu toshdagi nur sabab kechani ko'rmas edi. Ya'ni kechqurun bo'lmas edi Makkada. Nur yoritib turar edi deyiladi. Mana hozir yurtimizda Allohga ming qatla shukrlar bo'lsinki, haj va umra safariga borib kelayotganlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Birodarlar, Ka'batullohni tavof qilar ekan, ana shu toshga qarata qo'lingizni ko'tarib salom bering.
inshaalloh qiyomat kunida siz uchun guvohlik beradi vallohi alam birodarlar. Ibrohim alayhissalom Ka'bani qurishda davom etar ekan, bo'yi Ka'ba toshini qo'yish uchun yetmaydigan balandlikka ko'tarilgandan keyin o'g'li Ismoilga qarata oyoqlari ostiga qo'yish uchun tosh olib kelishini buyuradi. Va Ismoil alayhissalom otasi Ibrohimning oyoqlari ostiga bir toshni olib kelib qo'yadi. Va Ibrohim payg'ambar Ka'baga ana shu toshni suyab qo'yib, Baytullohni qolgan qismini bitirar va ma'lum darajalarda o'sha tosh ustida turib, Ka'batullohni qayeri past, qayeri baland ekanligini aniqlashtirib qurar edi. Ibrohim Halilulloh Alloh taoloning eng aziz bo'lgan topshiriqlaridan bittasi. Ka'ba-i muazzamani shu tosh ustida turib qurar ekan, Ibrohim alayhissalomning muborak oyoq izlari ana shu tosh ustiga tushib qoladi va maqomi Ibrohim deya nom oladi azizlar. Musulmonlar bu mo'jizaviy bo'lgan voqeaga iymon keltirib, Ka'bani tavof qilishar ekan maqomi Ibrohimda ham namoz o'qishadi. O'zi aslida birodarlar hozir maqomi Ibrohim deb qavs qilib qo'yilgan joyini o'zi ham oldin Ka'batullohning ichi bo'lgan. Ka'batulloh Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga qanday qurishni o'rgatgan bo'lsa, xuddi shunday toshlar bir-biriga kirgizilgan holatda qurib bitkaziladi. Ka'ba qurib bo'lingach esa Alloh taolo: "Ey Ibrohim, Ka'batulloh bitdi. Odamlarga endi haj qilinglar deya buyuring" dedi. Shunda Ibrohim alayhissalom: "Parvardigoro, axir men bitta odam bo'lsam, qanaqa qilib barcha insonlarga yetkazaman" deganlarida, "Ey Ibrohim" dedi Alloh, "siz azonni aytib qo'ying, yetkazishlik bizning zimmamizda" deya javob beradi. Va Ibrohim alayhissalom Allohning buyrug'iga labbay deya javob berib, Arofat tog'iga ko'tariladi-da, insonlarni haj uchun chaqirgan azonini aytadi. Va ana shu lahzada yer yuzida buyuk bir mo'jiza sodir bo'lib, o'sha davrda yashayotgan insonlarning barchasi Ibrohim alayhissalomning ovozini eshitadi. Birodarlar, nafaqat o'sha vaqtdagi, balki qiyomatgacha yashab o'tadigan mu'minlarning qalbiga Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni ana shu chaqirig'ini joylab qo'yadi va Baytullohga bo'lgan muhabbatini solib qo'yadi. Mana hozir Ka'batullohga bormagan odam albatta bir borsam deya niyat qiladi. Borgan odam esa yana 10 borsam deydi birodarlar. Ibrohim Halilulloh 175 yoshida muqaddas Falastin diyorlarida bu olamdan ko'z yumadi va o'g'illari Ishoq hamda Ismoil alayhissalomlar tomonidan Hevron, eski shahar markazida joylashgan Ibrohim masjidiga dafn qilinadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va ma barakatuhu.